Bepushtlik to'g'risida gapiradigan bo'lsak, uni sabablari ko'p. Biz albatta bepushtlik bilan kelgan er-xotinga baravar davolanishi tavsiya etamiz. Birinchi albatta tekshirib ko'rishimiz kerak. Asosiy sabablardan biri bu bachadonda bo'lishi mumkin. Bachadonni o'lchami kichikroq bo'lishi mumkin. Bizning tilda aytganda gipoplaziya deyiladi yoki qanaqadir anomaliyalar bo'lishi mumkin. Va ikkinchi sababi bu tuxumdon funksiyasini to'liq ishlamasligi yoki umuman ishlamasligi ham sabab bo'lishi mumkin. Va uchinchi sabablardan biri biz hali birgalikda tekshirishni albatta birga olib borish kerak deganimdek, bu paytda biz albatta xo'jayinni ham tekshirishimiz kerak, spermogrammani ko'rib biz aniq aytishimiz mumkin kim sabab bo'lganligini. Demak, bepushtlikni biz olganimizda bizda demak bosh miya bilan boshqariladi. Asosan bosh miya, gipotalamus, gipofiz va tuxumdon va bachadonni umumiy sistemasi birgalikda olib boriladi. O'shaning uchun bunaqada biz gormonlarni ko'rishimiz kerak. Gormon o'zgarish hisobiga ham bo'ladi bu. Hayz qiz bolalarda o'zi hayz sikli 12-13 yoshlarda, 14 yoshlarda keladigan bo'lsak, biz albatta shunga ham e'tibor beramiz va har oyda regular kelib turadimi, yo'qmi? Agar hayz sikli vaqtida kelmayotgan bo'lsa, demak ovulyatsiya bo'lmaydi. Ovulyatsiyasiga tekshirishimiz kerak. To'rch infeksiyaga albatta tekshirishimiz kerak, chunki to'rch infeksiyalar ham bunga sabab bo'lishi mumkin. To'rch infeksiyani bittanaqasini aytib ketishim kerak. To'rch infeksiya asosan homila bo'lishiga zarar yetkazadigan bo'lsa va homilador bo'lgan bo'lsa ham homilani o'smasligiga olib kelishi mumkin.